Aka, biznes hamkorlar bilan ko'rishgandan keyin nima qilamiz? Qayerga boramiz? Yetaman o'zim. Aka, tinchlikmi? Nima bo'ldi? Aka, bansiga olib boray, aka. Qanaqa politsiya jinnimisan shuncha hamkorlarni oldi. Shuncha millionli ishlar. Aka, sog'lig'ingiz kerak-ku, aka. Tanishim bor, olib boray. Ahmoqmisan shuncha ishlar turganda. O'tib ketadi, ketdik. Xo'p. Bansiga. Menga qara. Kompaniyaning daromadini 30% ga oshirish kerak. O'tgan yili 3 milliard daromad ko'rdik. Bu yil endi 5 milliard ko'rishimiz kerak, tushundingmi? Bo'ldi. Ofisga qayda? Husan Akmalovich, rostini aytsam bu menga yoqmayapti. Bir necha oydan buyon shu ahvolda yuribsiz, og'riq bilan. Shu mayda narsa deb baxmaqmaga o'zi ishim oshib toshmayapti. Pul topaman deb bu sog'lig'ingizdan ayrilyapsiz. Ozgina o'zingizga qarang. Menga qara. 100 ta odam menga qarab turibdi. Qanaqa qilib to'xtataman? O'zi hamma menga bir xil gap aytadi. Sen qolding endi bu yerda. Hozir to'xtashga umuman haqqim yo'q. Husan Akmalovich, ertaga o'zingizga bir nima bo'lsa, bu mana shu topayotgan pulingiz, biznesingiz ham sizga yordam bermaydi. Hech narsa bo'lmaydi. Ozgina vaqt o'tsin, keyin ko'ramiz. Borani aytgan ishlarimni qil, undan ko'ra. Ha, aytgancha, MRTga tushgandingiz. Nima bo'ldi? Unga ham bormadingiz, ha? Yo'q, bormadim. Dori, hammasi dori yordam beryapti. Ha, og'riq qoldiruvchi dorilarni ichib yuravering, tekshirtirmang. Bo'pti.